Mirzohjon Mirzayev Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi axborotlashish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasining Farg'ona viloyati hududi bo'limida bosh mutaxassis lavozimida faoliyat olib boraman. Kundalik faoliyatim sohaga doir qonun hujjatlarining ijrosi hamda qonun ustuvorligini ta'minlash, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishdan iborat. Davlat xizmatida ishlashni tanlashingizga nima turtki bo'lgan? Mening asosiy maqsadim xalqimizga va davlatimiz rivojiga bevosita hissa qo'shish. Shu ma'noda aytganda, davlat xizmati men uchun shunchaki kasb emas, balki ulkan ijtimoiy mas'uliyatdir. Davlat xizmatchisi bo'lishni uchta so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Yuksak mas'uliyat, o'z ishiga fidoyilik va yurtga sadoqat. Axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasida nazorat jamiyat uchun ahamiyati nimada? Bugungi raqamli asrda bizning nazoratimiz jamiyat xavfsizligi, ishonch va qulaylik kafolatidir. Aholining sifatli aloqa xizmati, internetdan foydalanishi hamda shaxsiy ma'lumotlari himoyalangan bo'lishini ta'minlash bizning asosiy vazifalarimiz sirasiga kiradi. Davlat xizmatida faoliyat yuritishni istagan yoshlarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Yoshlarga doimo o'z ustida ishlash, zamonaviy bilimlarni puxta egallash va halol bo'lishni tavsiya qilaman. Davlat xizmatchisi shaxsiy manfaatlardan ko'ra doimo xalq va yurt manfaatini ustun qo'yishi zarur. Shu fursatdan foydalanib, barcha hamkasblarimni Davlat xizmati kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sharafli va mas'uliyatli ishingizda kuch-g'ayrat va ulkan zafarlar hamroh bo'laversin. Samarali mehnatingiz doimo qadrlansin. Bayramingiz muborak bo'lsin.